Voleybol sportini sevuvchi yoshlar diqqatiga. Siz kutgan chempionat boshlanmoqda. Joriy yilning 22-30 aprel kunlari Oliy Liga 2-tur bahslari O'zbekiston chempionati boshlanadi. Musobaqalar Farg'ona viloyatining Samo sport majmuasi hamda poytaxtimizdagi Jar sport sog'lomlashtirish kompleksida o'tkaziladi. O'zbekiston chempionatida respublikamizning barcha viloyatlaridan, shuningdek oliy ta'lim muassasalaridan jami 20 ta jamoalar kuch sinashadi. O'yinlarga kirish mutlaqo bepul. Qizg'in va murosasiz bo'lib o'tadigan chempionat haqidagi yangiliklarni ijtimoiy tarmoq sahifalarimizda kuzatib boring.